Yopilsin. Assalomu alaykum. Yana boshqatdan salomlashamiz deydi. Assalomu alaykum hammalaringga. Qalay, damlar yaxshi o'tyaptimi? Zo'rmi? Zo'r. Xo'sh, bugun kelganimizni 5-kuni hisoblanadimi? 5-chi, shunaqa 5-kuni. Xudo xolasa kanatga chiqdik, Katta Orolda o'ynadik, ikkita tadbirda ko'rdik. Endi menimcha adashmasam bir 3 yilcha o'zimizdagi otiladigan salyutlar bizga qiziq bo'lmasa kerak. Salyutlardan kelgan. Bu yerdagi hozir Win Orders ham bolalar bilan keladigan ekan ko'proq, lekin kattalar ham ancha yaxshi ekan, amerikanskiy o'rkasi. Endi yana bitta narsamiz, keldik dam olgani. Kecha bitta mavzu ko'tarilib qoldi. Ko'pchilikda bu sal naqaroq ekan. Endi sizlar tajribali elektrik ko'plaring gruppaga kirmadilaring deyarli. Hozir birinchi uy montaji bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, ochiq yopiq kontaktlarda qanaqa foydalanamiz? Masalan, ko'pchilik aytadi, qayga ochiq kontakt qo'ysa ham bo'ladi, yopiq kontaktda ham boshqa bu deydi, maqsad, vazifasi bo'ladi-ku ishlashiga. Shunisi birinchi oldin uy montajida gaplashadigan bo'lsak, hozir rosa moda bo'layotgan master выключательlar bor, bilasizlar, qo'yyapti ko'pchilik. Shunga ochiq kontakt qo'yiladimi yo yopiq kontakt qo'yiladimi? Qani kim nima deydi? Master выключатель o'zi nima uchun qo'yiladi? Endi bu Rossiyadan, Yevropadan ko'proq keldi. Bu majburiy o'chirib qo'yish yoki bo'lmasam o'chirib ketish. Asosiy kerak bo'ladigan narsalarni qoldirasizda, masalan, uyga bitta выключатель qo'yasiz kontaktor bilan va u uyni fonini o'chiradi yoki bo'lmasam inverter, generator qo'ysa. Mana master выключатель nima deganingiz? Mana gostinitsamizga kirasiz, kartani tiqasiz, ishlayapti gostinitsamizda, hamma chiroqlari, освещение, rozetkalari. Chiqib ketyapsiz, necha 1 minut, 2 minut zadержка bilan o'chyapti. Lekin hozir bizda bitta muammo, bizda ko'pchilik uyga lekin zadержка qo'ymayapti hech kim. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, ko'p videolar elektriklar master выключатель qildi deb chiqyapti, o'chiryapti, hammasi bittada o'chyapti-da. Menimcha bunga zadержка qo'yib, o'sha 1 minut o'sha vaqt qo'yib qo'ysa, свободно разомкнутый контакт ishlatiladi-da. Svetni o'chirganga ikkinchi kontakt yo'qiladi и ekstrенный приборlar, холодильник, например, аварийный bironta sistema, u Wi-Fi ishda qoladi. Lekin bitta narsa, qachon siz получается kelganda, uni yoqqanda u размыкание beradi. Значит, nimadir uni переключать yana qilish kerak основной liniyaga. Пускательmi biron nima turish kerak, чтобы buni переход qilish kerak bypassdan основной rejimga. Shunday bo'lyapti-da. Получается, bu kontakt управляет bitta ikkita пускатель qo'yiladi-da. Yoki пускатель двухконтактный qo'yilishi kerak. Relemi, чтобы bittasini o'chirib ikkinchi rejimga o'tadigan narsa. Shu o'zi doim rasmni o'tiradigan bu normal close deydi, yopiq kontrakt deydi. Normal open qo'yamiz. Bunday qilinsa bu normal open bo'ladi. Просто kontaktni shunday tok berganimizda, kontaktorga tok berganimizda, masalan, bunday bo'ladigan bo'lsa, kontaktorda obmotkasiga tok kelganda tortadi-ku, mandaqasi magniti. Mana bo'ladigan bo'lsa, magnit tortganda shiliq etib normal open yopiladi, normal close ochiladi. Masalan, orqa tarafida bo'ladi bu, kontaktor tortganda ochiladi. Endi tekshirgan payti ana bo'ladi, nominallar bo'ladi. Nominal. Lekin shu ko'p kontaktorlarda ham normal open, ham normal close bo'ladi. Lekin ayrimlarida bo'lmasligi ham mumkin. Normal open, normal close dan unga qo'shimcha qo'shiladi kontakt. Ili yoki bo'lmasam dop kontakt qo'yiladi yoki bo'lmasam o'shanaqasi boridan olinadi. Mana endi yana savol tug'ildiki, mana yana qaytib kelamiz. Master выключательga normal open bilan qilingan yaxshimi yoki normal close bilan? Otabek aytayapti, men Anjanimizda elektriklaridan elektrosistem aqlli uylar qiladi, ko'proq normal open bilan qilaman men deydi. Nima uchun? Normal open bo'lsa doim ochiq turadi. Просто выключатель yoqqaningizda yopiladi. Qo'shiladi. Ko'proq topish osonligi bo'lganligi uchun bizda normal opendan foydalanamiz. Shuni hisobiga normal openda ishlash qulayroq hisoblanadi biz uchun.
Пускательный реле постоянно под напряжением турмаслыгы uchun катушка qizilmaslik boshqasi более облегченный режимda получается. Masalan kelib o'chirgan paytingiz уже katushka yopishib только rejim пока siz yo'q bo'lganingizda Yana bitta narsa, Dilshod boya aytgandek, gazetsa misol, lekin uylarda master выключатель boshqa maqsadda qo'yiladi-da. Master выключатель uylarda birinchi o'rinda xavfsizlik uchun qo'yiladi. Xotirjamlik uchun. Ikkinchi o'rinda UPS yoki generator sistemaga o'tilganda o'shani quvvatidan kelib chiqqan holatda invertorda o'zini yuklattirmaslik yoki generatorda yoki bo'lmasam sizga kerak bo'ladigan vaqtni ko'proq cho'zib ishlatish uchun ishlatiladi o'zi master выключатель uylarda, xonadonlarda. Hozir keyin naqasinikida zavodlarnikida ham ishlaydiganlarniki ham keyin yana nimada foydalanishni aytib berishadi. Mana Botir akalar, Ergash akalar naqalar bor. Yana kimda naqasi bor? Keyin men oxirida nima uchun nima qanaqa aytaman? masalan impulsni relay bilan ishlatib bo'lmaydi. Impulslikda o'zini addenik o'zini bor, nimasi bor? Impulsni relay qanday bitta impuls berish kerak. Masalan, ketganda kechirasiz, bitta impuls Ovoz. bitta avvalgi bitani berilsa, уже impulsni relay ishlatgani ma'qulroq-da. U потому что без питания bitta yonni ishladi, все. Yerga уязвимый joylar yo'q. Endi masalan svet baland kelsa, biron nima bo'lsa, katushkalarni qo'yishi bor, boshqasi bor. Pajara opasniyda narsa. Endi puskatelь katushkasidan yong'in ham chiqishi mumkin. Agar katta qolishi mumkin ekanda, shu qilmoqchi bo'ldik. Asha 16 ampergacha impulsli relaylar bor ekan, lekin hozirgi kunda yana yaxshiroq variant o'yladik. Shu katushkani korotkий berishi, tok pastlaganini ko'payganda ovoz chiqishi, dirillab qolishi yoki qanaqadir bir chang-pang kirib qolsa, katushka yaxshi tortmay qolayotgan holatlarda master включательga silovoy NM avtomatlari bilan qo'yib turib, motorniy привод bilan ishlashda nimaga yo'lga qo'yapmiz? Sababi hozir uchastkalar bilasiz katta, keyin bo'lgan nagruzkalar tokka ko'p tushyapti. Shuni hisobiga kontaktorlarda quvvat yetmay qolyapti yoki yetsa ham kelajakda bir 2 yil yoki 3 yilda ovoz chiqib, qanaqadir katushkasida muammo chiqayotgani sababli motorniy приводlar bilan ham yaxshi yechim bo'lyapti, ham anaqa shu пожарный безопасностьlarga ham tok ko'payib pastlasa ham muammo. Bu mana maqsadga endi kelyapmiz-da. Master выключатель xavfsizlik uchun ishlatiladi-da. Endi prosta master Основной o'chib qolgan, sizlar rezervni. Man просто siz привод qo'yapsiz-da, master uni yerga только аварийный питание bo'ropti. Masalan, svet o'chsa boshqacha u приводni boshqara olmaydi-da. Sistemani endi men deyman, uni o'rniga masalan siz aytganingiz impulsni relay kuchsizlik qilsa, semistrlarni qo'ysa bo'ladi. Silovoy semistrlari bor. 100 amperlik, ular 12 volt sistemaga ham moslansa bo'ladi. Rezervniy питание masalan akkumulyator bilan ishlatsa bo'ladi-da. Menimcha shu endi biz уже silovoy anavga ketdik. yana kimda fikr bor? Uy montaj boshqa qiladiganlar bor. Endi bormi kimdadir fikr? O'zi master включательda o'zi asosan xonadonlarga qo'yamiz, uchastkalarga. O'zi maqsad shu o'chirib ketish. Yo'q, xavfsizlik uchun. Dazmolim yoqib qolib ketibdi. Voy ana uni tokdan chiqazmanman degan narsalar uni o'ylamaslik uchun-da. O'zi ochiq yopiq kontakt deyaptilar. Xonadonlar uchun asosan o'sha modulniy puskatel qo'yib ketamiz-da. Modulniy puskatel qo'yamiz. Modulniy kontaktorlar. Ularda lekin hammasi ham ochiq yopiq kontakti bo'lmaydi. Bitta kontakti bo'ladi unda. Bo'ldi. Hammasida emas. Hammasida emas. Bular endi hozir eng xavfli tarafiga o'tib ketganda ko'pchilik. Ochiq yopiq kontaktsiz faqat A1, A2 bor-ku. Shu bilan signal berishyapti-da, включательni olib kelib simga qo'yib, mabodo yoqib o'chirsangiz, masalan, nimadir bo'lib включатель yopishib qolsa ham hali qolib ketadi-da u. Unaqa bo'lmaydi. Endi yana bitta naqa tarafi, o'zi asli qonun qoidasi bo'yicha agarda siz o'chirib yoqish yoki kundalik foydalanishda bo'lsa, modulni kontaktorda ochiq kontaktordan foydalanadi.
agar xavfsizlik bo'ladigan bo'lsa, unda yopiq kontaktdan foydalan. Chunki agarda sim uzilib qolsa, boshqa bo'ladigan bo'lsa, nimadir bo'lsa, bilasizlar, ochiq kontaktga ulab unaqa qiladi-ku, uzib qo'yishi yoki boshqa qilishi bor. Unda doim haligi pitaniya boshqa bo'lmasa yopiq turadi doim. Agar pitaniya kelganda ochadi. Pitaniya ketib qolganda shat unaqa kontaktni o'ziga tortadi-da, u avariyaku. Kerak bo'lganlarni bunga o'tkazadi, kerak emaslarni unga o'tadi. Demak, xavfsizlik va sizga rezerv jihatidan kerak bo'ladigan bo'lsa, modulni kontaktorda yopiqdan foydalanadi. Agar sizga повседневni ishlatish, o'chirib yoqish, shunga o'xshash, masalan, pusk qilish uchun u buga kerak bo'ladigan bo'lsa, unda ochiq kontakt kerak bo'ladi. Yana tushuntiryapman, nima qaranglar. Yopiq kontakt, hozir aytib o'tganimizdek, kontaktor ishlamagan paytda yopiq turadi u. Biz kontaktorga bitani beramiz-ku o'zimiz. Bu yoqdan berganimizda yopiq kontakt ochiladi. Ochiladida endi mabodo kontaktorga kelayotgan pitaniya uzilib qolsa yoki boshqa bo'lib avariya, напряжение pastlab, biz himoya ham qo'yishimiz mumkin-ku. Yoki nimadir ko'tarilib yo boshqa bo'lib ketib qoladigan bo'lsa, kontaktorni uzganda shunday boradida yopiq kontakt yana qaytib yopishadi. Bundan signal o'tadi. Sizga kerak bo'ladigan rezerv yoki bo'lmasam signal berish, avariya bo'lish yo UPS ga o'tkazish, generatorga o'tkazish tizimi ishlaydi, signal boradi. Shuni ko'pchilik tushunib olish kerak, chunki bir xilgisidan so'rasak, xavfsizlik va ishonchlilik uchun yopiq kontakt foydalaniladi. Pusk ishga tushirish uchun ochiq kontakt foydalaniladi. Bu faqat uyda emas, masalan, motor dvigatellarda ham, любой joyda boshqasinikida. Bu nima uchun? Ko'pchilik hozir Otabek aytayotganda biz faqat o'chirib yoqish uchun, hozir siz ham aytdingiz-ku, A1 A2 kontaktorda o'zidan obmotkasidan ham foydalanamiz deyapsizlar-ku, bu ancha xavfli hisoblanadi. Keyin u удобство yoki bo'lmasam sizga xavfsizlikda avtomatizatsiyani bermaydi. U prosta grubo haligi включатель bo'lib qoladi. Undan ko'ra bo'lmasa 25, 32, 50 amperlik haligi naqalar ham bor, nima? Включательlar ham bor. Как rubelnikka o'xshagan. Unaqalaridan foydalanish mumkin, lekin yana bitta narsa, nagruska qancha tok katta bo'lgan sari u yerda hosil bo'ladigan duvga, kontaktlar orasini yemirilishi, xavfsizlik boshqa ham tugab boradi. Shuning uchun prosta bilganlarga ma'lumot, bilmaganlarga naqa master выключатель qo'yyapsizmi, doim yopiq kontaktdan foydalaning. Yopiq kontaktli kontaktordan foydalaning. Zakaz qilganda. Agar sizga o'chirib yoqish, удобство, pusk uchun nimadir yoqib boshqa qilish bo'lsa, ochiq kontaktli kontaktor foydalanish kerak. Endi nima deydi? Ishlab chiqarishda katta podstansiyalarda xavfsizlik jihatidan ochiq yopiq kontakt nimalarda foydalanishini qani Ergashev bizga tushuntirib beradi. Qani. Siz tushuntiring keyin Shotiqona aytadi. Relaylarni o'zini foydalanish joyiga qarab, misol uchun zashtalarga bo'lsa, ochiq kontaktdan foydalaniladi. Toki zashtalar, relay himoyalari bo'lsa, ochiq kontaktdan. Agar выключательlarni положенияsi shularni ko'riladigan bo'lsa ham, o'zi asosan ochiq kontaktdan yopiq kontakt unchalik ko'p ishlatilmaydi. Yopiq kontakt qanaqa joylarga ishlatiladi? Qachonki ketma-ket holatlarda keladi. O'zi yopiq kontakt unchalik podstansiyalarga ko'p ishlatilmaydi. Chunki qachonki relay tortsa, signal o'tish kerak u yerdan. Doim shu holatda ishlatiladi relaylarni ochiq kontaktda. Elektroobорудованияni sxemasi chizilganda proyektniy institutlar tomonidan har qanday holatda o'sha normalniy открытый, normalniy закрытый kontaktlar holatida bo'ladigan bunda har doim ochiq holatdagi, ya'ni normalniy открытый kontakt hisobga olingan holatda chiziladi har qanday sxema. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Просто поочередность uchun normalniy закрытый kontakt qo'llaniladi. Hamma tsepda, hamma управленияda. Основной bizga kerakli bo'ladigan normalniy открытый kontakt. Endi ishlatilish o'rniga qarab turib, avtomatikada normalniy закрытый, normalniy открытыйni kimga nima kerak bo'lsa, xohlaganini qo'llash mumkin o'zi aslida. Endi
signalni nimaga chiqarilishiga qarab ishlatib o'zlaring chiqarib olaverasizlar endi. Qaysi qulayligiga qarab. Demak, katta podstansiyalarda nima deydi, loyihalarda ko'proq normal открытый ishlatiladi. Normal закрытый o'sha aytganimizdek очередность, masalan, qaysidir bittasi o'chirib, ikkinchisi yoqilishi kerak bo'lsa yoki bo'lmasam nimadir blokировка qilib yo boshqa naqa qilish uchungina foydalanilargan. Nima deysiz endi Sher aka, mana Samarqandimizda mana ko'proq o'sha ishlab chiqarish bo'yicha shitlar yig'ib Masalan, avval yig'ganda ham пускательlarda endi siz mexanik elektrichеский blokirovka qilsangiz дополнительный kontakti bo'lsa, agar bo'lmasa ustiga уже дополнительный kontakt qo'yib, нормально открыть, нормально закрыть kontaktlardan qo'llanilsa bo'ladi. Уже masalan indikatsiyaga kerak bo'lishi mumkin. Masalan, qaysi puskatel, qaysi liniya svet borligi ko'rinish uchun o'sha kontaktni нормально открыть kontakt ishlatsa bo'ladi. Xo'sh. AVRlarda masalan AVRda нормально замкнутый пускательlarda ishlatiladi. Электрический блокировка. Ko'pincha yerda нормально замкнутый. Ochiqda, потому что чтобы ikkinchi puskatel navoda ishlab qolsa yoki biron avariyni o'sha payti чтобы birinchi puskatelni pitaniyasini uzish kerak. Keyin защитаlar mana bu XG3, JD5lar kontaktlari ko'pincha нормально разомкнутый, открытый yerda endi hamma himoya kontakt bo'yicha связаны bo'ladi puskatelda. Shu. Xo'sh, endi yana ochiq yopiq kontaktlar faqat kontaktor yo boshqada emasda, biz biladigan NM avtomatlarimiz bor-ku, ularning ichiga ham o'ng taraf, chap taraf ochiq, yopiq, do'p kontakt qo'shish mumkin. Endi bitta savolda endi biladiganlarga, nima uchun o'sha modulni kontaktorlarda ko'pincha menga chap tarafda ochiq kontakti yoki chap tarafda yopiq kontakti bo'lmasa menga o'ng tarafga kerak ochiq yoki yopiq kontakt deb so'rashadi. Nima uchun? Maqsad nima? Chap o'ngga qo'yib qo'ysa nima bo'ladi, chapga qo'yib qo'ysa nima bo'ladi yo bir qandaydir bir farqi bormi? Farqi yo'q. Mana modulni avtomat turibdi. Modulni avtomatda o'ng qismida bor, chap qismida do'p doполнительный kontakt qo'yish imkoniyati bor. Shunda nima uchun do'p kontakt so'raganda menga chap tarafga kerak yoki o'ng tarafga kerak deb so'raydi. Chap tarafiga qo'yilish sababi o'ng tarafida qo'shimcha modullari bo'lishi mumkin. Misol uchun asosiy avtomatini o'sha doполнительный kontakt bilan ishlatadigan qilib, o'ng tarafiga masalan modulni avtomatni mayda, masalan 1 polusni, 2 polusni yoki shunga o'xshaganlarni ishlatish mumkin. Masalan boshiga главный avtomatiga doполнительный kontakt qo'yib turish, shu orqali boshqarish mumkin degan. To'g'ri, endi ko'pincha o'zi chap tarafdan boshlanadi-yu, asosiy avtomat o'zi odatda, misol o'rganganimiz shunaqa bizni tushunchamiz bo'yicha. Meni fikrim shunaqa. Uni farq qilmaydi, u o'ng tomonda, chap tomonda. U Spor emas, endi spor emas, spor emas. U xohlasangiz siz u pristavkalarda, aksessuarda o'ng tomonda Своё qolsangiz, мнение да, скажи, своё. что для чего он ставится? Он свое мнение, ты свое мнение. Menimcha shu privod o'rnatishga qulayligi uchunmi? Endi biz ochganimizga ikki tomon masalan bittasi bor, elektrichеский защитasi bor. Bittasi kontsevik bor. Kontsevik bilan elektrichеский защита bor. Masalan, kontsevik signal beradi, masalan, indikatsiya, звуковой signal, Электропривод u уже masalan avariyni bironta signal kelsa, ekstrенное отключение уже o'chiradi защиtasini, himoyasini. Lekin u tanlashini men farqini bilmadim, nima uchun что именно справа. Agar чисто mana bu электрический konsevikda farq qilsa, только shu. A так слева справа uni потому что simi bilan chiqarasiz. Dijokni o'zini avtomatik ishda keladi-ku, o'shani magnitopuskatelini ustiga shinalar chap tomondan o'ng tomonga qarab boradi. O'rtadagisi ikkita o'rtaga qoladi. Shu uchun imенно shina uchun chap taraf imенно o'ng taraf bo'lishi mumkin. Bo'ladi. Tepadagi shina uchun zavодской shinalar o'rtadagisi o'rtaga beradi.
chetdagisi chetga beradi. Shu uchun immindan chap taraf, immindan o'ng taraf deyiladi. So'raladi. Dito korpusda do'pkantaq qo'ysa bo'ladigan unaqa bo'ladi. Ko'pincha o'ng tarafga oladi, ayrimlar chap tarafga so'raydi. Sababi nima? Masalan, o'ngga, chapga so'rashini. Ha, ha, ha. Standart bizada o'zi shunaqa. Rossiyada, O'zbekistonda hamma elektr qurilmalar chapdan o'ngga qarab ketadi. Standart shunday. Shu uchun asosan chap tomonga qo'yiladi. Chapdan o'ngga qarab standart shunaqa. To'ppa-to'g'ri. Chunki o'zi avtomatni ko'pi bilsalaring chap tarafda do'pkan takti bora keladi, o'ng tarafida yo'q bo'ladi. Ayrimlari o'ng tarafga ham chap tarafga ham do'pkan tak qo'ysa bo'ladigani bo'ladi. Ili umuman do'pkan tak qo'ysa bo'lmaydigani bo'ladi. Ko'pincha ha, shuning uchun ham keyin hozir aytilgandek ketma-ketlik biz unaqa bo'lganimiz uchun ko'pchilik o'rganib qolgan chap tarafga so'raydi. Lekin o'zi asli hozir boshida aytganimizdek, uni haligacha katta farqi, ahamiyati yo'q. Chunki u yerdan sim chiqadi do'pkan takdan, yo signalga, yo nimadir blokirovka qilishga, yo birorta ishga tushirish, boshqa uchun ishlatiladi xolos. Prosta bu ham bilganlarga foyda, bilmaganlarga sal yaxshi tushuncha bo'lib qolsin. Shtobi o'tirganimiz, yig'ilganimiz samarali bo'lsin dedik. Shu bilan bugungi naqamizni tugatamiz. Endi nimani? Ha, endi qaranglar, men zazimli mana qaranglar, zazimleni qilishni elektromobillarga endi savol berdingiz. Odatda topshirishni to'romdan balad bo'lmasligi kerak zazimleni, chunki undan keyin ko'payib boshqa qilish mumkin, lekin bu yerda ham agar 220 voltlik sistema bo'ladigan bo'lsa, 8 ohmgacha ruxsat bergan joylari bor. 8 ohmgacha ko'tarilib ketsa ham ishlashi kerak. Bundan ziyodiga ham ishlaydi, lekin yaxshiroq ishlashi, zaryadchikning ichida ham teristor, tranzistor shunga o'xshagan narsalar bor. Baza, emitter, shunga o'xshagan kollektor. Prosta bazada signal berilganda shuni kalitda ochib yopadi. Shu paytda signal ham nimada beriladi? Tokda beriladi. Shu ayrim paytda ko'p bo'ladi-ku, 10 ta 12 ta bo'ladi. Shu signallar yig'ilib bazani o'zida qolib ketib qolganda, o'sha tranzistor, teristor boshqani o'zini teshib qo'yadi. Ishlatmaydi. Shu paytda o'sha beriladigan signal o'sha yerda yig'ilib qolmasligi uchun, ayrim paytda o'tib boshqa qilishligi uchun himoya sifatida yerlashtiriladi. U yerlashtirilganda qancha yerlashtirish yaxshi bo'lsa, shuncha xavfsiz ishlaydi. Shuncha tok tezroq qarshiliksiz o'tib ketadi va u yerda doli sekundlarda ish bajariladi. Tranzistor boshqa naqalarnikida. Yaxshi sifatli ishlaydi. Ayrim paytda turli xil garmonikalar yoki turli xil buzilishlar bo'lishi mumkin. U ham to'g'rilashi mumkin. Naprojeniyani rostlash uchun ham ichida повторный zazimleniya ham ketgan bo'lishi mumkindir. Uni ham har xil sabablari ko'p. Hozir siz aytayotganingizdek bizda quruq boshqa deyapsiz. Agar o'zi asli zazimleni qarshilik deymiz-ku, to'ron boshqa deymiz. Bu nimani qarshilik? Shu elektrodlar orasidagi elektrod bilan yerga tokni oqib o'tishda qilinadigan qarshilik o'sha shu qarshilik hisoblanadi. Chunki u temirni qarshiligi emas yoki boshqani qarshiligi emas. Uni qarshilikni juda yaxshi past bo'lishi biz qoqayotgan elektrodga ham bog'liq, qarshiligiga ham. Yerda o'zini qarshiligiga ham bog'liq. Mayli elektrodni qarshiligi bizda masalan ugonlik boshqa qilsak ham yaxshi bo'lishi mumkindir, lekin siz aytganingizdek ayrim joyda quruq toshloq bo'lsa, yerni qarshiligi balandroq chiqadi. Shuning uchun ham ko'p unaqa joylarda yerni qarshiligi o'lchanadi birinchi. O'lchab turib, keyin nechta elektrod qoqsa, necha ohm chiqishi yoki bo'lmasam qancha elektrodlar uzoqlikda qoqilishi hisob-kitob qilinadi. Bu ham bir o'ziga yarasha biz institutda o'qiganlar bor, kursovoy topshirganmiz shu bitta zazimlenani o'zi uchun, seli bitta semestr uchun kursovoy topshirganmiz. Bu ham bitta fan, masalan, patsansiya qilinsa, qancha quruq bo'lmasa ham baribir namgarligi bor. U qum bo'lsa, mayli boshqaga, yer bo'lsa, polibom uni namgarligi bor. U gubkadagi narsa. U polibom pastdan tuz u временный, hamma narsa u временный. Asosi birdaniga birinchi qoqishdan oldin o'lchanish kerak. Uni masofa 10 metr, 20 metr u o'lchanib, keyin уже zazimleniya qilsangiz, kontur u
более effektivni chiqadi. Uni искусственный qilsangiz vaqti bilan u narsa o'zini effektini yo'qotadi, chirib boshqasi. Tuz o'zi nima uchun qo'yiladi? Hozir bu yoq gubka degandek, shu yerda namini ushlab turish uchun, tortib turish uchun qo'yiladi, lekin buni bitta yomon tarafi bor. Metalda o'zini tezroq haligi okslena bo'lib ustini chirtishga nima qiladi? Nimadir deyapsiz? Qarang, norma 4 ohm deydi. 4 ohm bo'lmaydi norma. O'zi aslida 4 ohm degan narsani o'zi yo'q. O'rnatilayotgan elektroobорудованияni qiymatidan kelib chiqqan holatda belgilanadi. Kontr-zazemleniya normasi. Ish boshlanishidan oldin bironta joyda mana katta podstansiyalarda bo'lishdan oldin proyekt qilinishidan oldin yerda grunt tekshiriladi. Grunt qarshiligi o'rganiladi. O'shanga mos holatda yerda gruntiga mos holatda elektroobорудование tanlanadi. Klimat bo'yicha устойчивости bor. U1, U2, U3, U4 deb ketadi. Высоковольтный elektroobорудованиyalarda. Agar elektroobорудование уже olingan, qanaqasi qo'yilishi tayinlangan bo'ladigan bo'lsa, o'shanga mos holatda tuprog'i chiqarib tashlanib, qayta to'kiladi. Zazemleniya o'shanga moslab holatda to'qiladi. Tuz to'kiladigan joylar ham bor. Proyektlarda aralashtirib joyda tayyorlashda toza qum bo'ladigan holatlarda u texnik tuzdan foydalanish degan joyi ham bor. U gruntni yerda qarshiligiga bog'liq, elektroobорудование qimmatligi, klimatga bog'liq holatda belgilanadi. Konturni zazemleniya normasi. Endi bizda o'rtacha holatda 4 ohm deb olgan, ammo aslida unaqa narsa yo'q. Men misol uchun molni provodlarda, molni atvatlarda 10 ohm. Birinchi kategoriya bo'yicha. O'sha GSMlarda o'sha 10 ohm bo'ladi. Ya'ni yoqilg'i bilan yana smazishni, zapravishni sexlardiki. Ular ham juda xavfli оборудование hisoblanadi ularniki. Endi hozir bu yoq aytganidek, bizda puye masalan qon bilan yoziladiganda yozib qo'yilgan, masalan buncha kuchlanish bo'lsa, topshirish uchun kerak bo'ladigan qarshilik 4 ohmdan baland bo'lmasligi kerak. Bu topshirish paytida bo'ladi. Odatda podstansiyalardagi ham 2 ohm undan oshiq bo'lsa qabul qilmaydi ko'pchilikniki. Lekin bu 380 boshqasinikida qancha kuchlanish ko'tarilib ketsa, u ohm baland bo'ladi. Masalan, 220 boshqalarnikida, примерно aytayapman, 30 ohm, 50 ohm shungacha bo'laveradi. Lekin xonadon boshqa naqalarimizdagida shu qabul qilishnikida 380 podstansiyalarda o'zinikida, uskunalardagida 4 ohmdan baland topshirish qiymati 4 ohmdan baland bo'lmasin deyiladi. Ya'ni doim bu nima uchun kerak? Bu nazorat qilib turish, hozir bu yoq aytganidek, shu qarshilikda doimiy xavfsizlik jihatidan nazorat qilib turish. Masalan, ko'pchilik biladi, turk yoki bo'lmasa yevropaliklar kelsa 4 ohm so'ramaydi dachi, 2 ohmdan past bo'lsin deydi. Uni chiqazib olishda o'zi bor. Haligi boshidagi savolingizga javob mana hozir aytdik-ku. Agar chiqmasa, masalan, biz yaqinda bo'ldi, bitta magazinda chiqmadi, majbur bo'ldik 10 ga 10 joyni ochib, tuprog'ini olib ekskavatorda yangi tuproq olib kelib, zavodda qilib zazemleniya to'qidik, keyin o'shani ustiga uskuna o'rnatdik. Keyin bino qilindi, boshqa qilindi, oldiga o'shanga uskuna ulandi. Agar chiqmasa qilish kerak. Дополнительный konturlar qilinadi-da. Ha, endi 5 ta qilinsa ham bo'ladi. Shu yoshlar hozir gofrali montajda, keyin devor montaj bor-ku. Shunda qaysi biri xavfsiz sizga? Deylik gofra devorda yuribdi. Devorda yursa, kabel, mis kabel ko'proq qiziydigan bo'lsa, devor o'ziga tortib turadi issiqlikni. Gofrada bo'lsa, battar qizib ketmaydimi? Sim qizishi sababi birinchidan перегруз. Uni hech qachon qizimaydi. Simni всегда расчет qilishingiz yoshlarga maslahat. Yo'q, yosh. Yo'q, u gofra nima u? U противопожарный, u narsa yonadi, gafra u yonadi. Yonayotgan narsa. U gafra огнегасящий narsa, masalan, yonini qisib qo'yadi. Lekin gafra o'zi горючий narsa. U yaxshi yong'in chiqsa, u gafra yonadi. Devorda o'tkazganingizda любой sim, masalan, расчети bilan olsangiz, u narsa qizimaydi. Qizish kerak emas, tем более u yerda montajiga. Endi korobочный по-любому siz masalan simingiz 2,5 sim перегруз ishlashi o'zi 25 amper avtomat qo'yadi. Уже перегрузочный
rejim ketyapti. O'zi uni nominali 16 amper. 16 amper qo'ydingizmi, xuddi 100 ta tochka taylang, все, sizda 16 amper. Ziyod tayladingizmi, avtomat tashladimi, уже sizga signal shusiz перегруз qilyapsiz. Sizda 25 уже mumkin emas qo'yishga, уже перегрузочный идет u. Уже ziyodi bilan siz уже majburlatib ishlatyapsiz ustunni. 16 amper, 10 amper 1,5 ga ketyapti освещениyaga. Uni ziyodini taylasiz. Endi siz уже перегрузочный aytyapsiz. Ha. Uni har bitta ana kvadratniy millimetr 3 ampergacha tortadi. U degani 2,5 mingizda 3 ga ko'paytirsangiz qancha chiqadi? 7,5 amper chiqadi. Нормальный rejim работы. Alyuminniki 1,5 Uni toki bor na kvadratniy millimetr. Uni 10 amper 20, uni 100 qo'ysa ham bo'ladi, ishlat. Предохранитель o'rniga qo'ysa ham chidaydi u narsa qizib. Jhuchok deb qo'yibmiz-ku. Ha. 2,5lik sim jhuchok 200 ampergacha chidaydi u narsa. Bu uzunligi qancha metrdagi, dikkasi nechta uzugi borligi, boshqalarga. Endi hozir savol sal boshqacharoq oldi. GoPro o'zi devorning ichida ketsa kerakmi, kerak emasmi demoqchisizda, to'g'rimi? Yo'q, mana qarang. Ha. Hozirgi zamon montaj yaxshi chiqdimi yo ilgari siz so'ramaganmiz. Aslida devorga devorga chiqib ketmaydi. Devorga nima deyish o'shani to'xtaydi. Patologda bo'lsa qo'lda gipsogramdan hamma qo'yi yong'in chiqishiga yaxshiroq. Gafra ishlatasiz poligon. Beton bo'lsa, bo'lisimni tortsangiz ham bo'ladi. Hech narsa qilmaydi beton bo'lsa. Tushqon bo'lmasa, tushqon gafrani ham yeydi. Yo'q, endi man patologni topib ketadi-ku. Mana qurishga polni bo'ldida. Biz deylik, gofrani tashlab ketibdi, mana klipsalarni qo'ytirib, patolog kelibdi-da o'ziga kerakmas yo'lini yulib tashlaydi uni. O'ziga rekasiga xalaqit beradigan joydan yulib